Sizni majburlab imzo qo'ydirishsa, qanday yo'l tutish kerak? Hammani pasportida, ID kartasida ham, biometrik pasportida ham imzosi bor, o'ziga tegishli bo'lgan. Majburlab imzo qo'ydirilayotgan paytingizda o'sha pasportingizdagi imzoni emas, boshqa imzoni qo'ying va o'sha imzo qo'yganingizdan so'ng chiqqan holatda sirazi murojaat qoldiring. Prezident portaliga ham, umuman qayerga bo'lsa, qaysi holatdaligingizga qarab. Va bu holatda yana bitta narsa bor. Sizni o'sha hujjatga imzo qo'yganligingizni tasdiqlash uchun ekspertiza qilinishi mumkin va ekspertiza qilinish jarayonida va ekspertizadan keyingi holatda siz tushuntirish beringki, asli meni imzoyim pasportimda ko'rsatilgan imzo, bu imzoni mani majburlashganligi uchun qo'yganman deb tushuntirish berasiz va sizni bergan murojaatingiz asosida o'sha sizni majburlab qo'ydirilganligini tasdiqlash uchun bitta imkoniyat bo'lishi mumkin. Buni sinab ko'rsangiz bo'ladi, lekin bu aniq qonunchilikda shunaqa holat yo'q. Buni biz keyslardan ko'rib, amaliy tajribalarimizdan kelib chiqib, shunaqa yo'l tutsangiz, siz majburlab imzo qo'ydirilganligingizni isbotlashingiz mumkin.